Afisant. Labbi, assalomu alaykum opajon, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Senam og'iz ochishga emasgina vaqt qoldi. Biz ro'za tutganmiz. Bir nimalar olib keling stolga. Xo'p bo'ladi. O'sinjonlar, biz ro'za tutganmiz. Qaranglar, Oyjonni qaqqa olib keldim. Kelin poshshalar, kelinglar sizlar ham. Og'iz ochib ketasizlar. Og'iz ochibamiz. Oyjon, o'sinlarimni ichib bir kuysin. Voy Oyjon, o'sinlarimni ham aytmoqchi edim. Ular ro'za tutganmi, yo'qmi, shuncha aytmadim. Mayli kelin poshsha, keyin gal birgalashib o'tirarmiz. Afisant. Va olib kela qolmaysizmi? Biz ro'za tutganmiz. Labbi opajon, nima olib keling? Eng zo'r ovqatlaringizdan olib keling. Hozir tayyor. Oyjon, ishxonadagilarga ham yozaman. Ichini bir qizdirib qo'ying. Mohira opa, yaxshimisiz? Biz Oyjon bilan Aksuga keldik. Og'iz ochgani. Biz ro'zamiz-da, sizlar ham ro'za tutdinglarmi? Hozir og'iz ochamiz, og'iz ochadigan payt bo'ldi. Menimcha kelin poshsha sizni og'zingiz ochilib bo'ldi-yu. Voy, nima qilayman, olib ketaveraymi? Yo'q bolam, qo'yib qo'yavering. Men iftorlik qilaman.